o'quvchilar, sizlar bilan biz oqsil biosintezini ko'rib chiqamiz. Mana hujayra. Mana shu hujayrada mana turli organoidlar joylashgan va uning o'rtasida mana markazda yadro joylashgan. Yadroning ichida esa xromosoma joylashgan. Xromosoma uzundan uzun DNKdan tashkil topgan. DNK iplari histonli oqsillarni halqa shaklda o'rab olgan. DNKni oqsil to'g'risidagi axborot saqlaydigan bir qismi gen deyiladi. Mana gen. Va mana shu DNKni bir zanjiridan informatsiya RNK hosil bo'ladi. Bu jarayon transkripsiya deyiladi. Bu jarayonda esa RNK polimeraza, mana jigar. RNK polimeraza fermentda ishtirok etadi. Erkin nukleotidlar yordamida, mana bolg'achaga o'xshagan erkin nukleotidlar. Mana shu erkin nukleotidlar yordamida DNKni bir zanjiridan RNK sintezlanadi, ya'ni informatsion RNK sintezlanadi. Informatsiya RNKdagi nukleotidlar uchligi triplet yoki kodon deyiladi. Mana shakllangan informatsiya RNK hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan informatsiya RNK endi yadro qobig'idagi teshikchalar orqali sitoplazmaga chiqadi. Hozir ko'rasiz. Mana yadro qobig'idagi teshikchalar orqali mana sitoplazmaga chiqyapti. Endi ikkinchi bosqich, ya'ni translyatsiya boshlanadi. Bunda ribosoma qatnashadi. Mana ribosoma. Informatsiya RNK bilan ribosoma oqsil sintez qiluvchi majmua paydo qiladi. Bu jarayonda transport RNKlar amino kislotani tashiydi. Mana transport RNK. Uning ikkita faol qismi bor. Demak, birinchi faol qismi amino aksid, ya'ni amino kislotani tashiydigan faol qismi hisoblanadi, aks ettiruvchi. Ikkinchi tomoni antikodon. Mana uning antikodoni kodonlarga mos keladi. Informatsiya RNK kodoniga va amino kislotalar orasida peptid bog'i hosil bo'ladi. Va bora-bora polipeptid zanjir shakllana boshlaydi. Mana e'tibor qiladigan bo'lsangiz, polipeptid zanjir mana shakllanadi. Mana demak, shakllangan oqsil hosil. Mana bu oqsil biosintezi hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.